ovqat yemasam ham shu kosmetikalarni tugasa doim qaytib sotib olaman. Birinchisi bu sponj. O'zi bu menga 2 yilga yetadi, chunki chirib ketmaydi. Juda ham tez va ko'p ketgani uchun men buni doim sotib olaman. Tonalkalarimni ham faqat shunga ishonaman. Keyingisi qizlarlar bu baza, Miselarani o'sha mashhur bazasi, rosa o'zi orzu qilib yurdim. Buni bilasizda tonalkasi ham bor. O'zimga ham oldim. Buni xosligi effektini ko'rsataman. Keyingisi bu men ishlatadigan tonalkam Miselar bilan Huda Beauty tonalkasi, ikkalovini mix qilib ishlatsanglar, kun davomida tonalkalar zo'r va tabiiy turadi. Keyingi narsa bu siz umuman hayotimda tasavvur qilolmayman, chunki men yuzim juda ham yog'li, tonalkalar oqib ketadi. O'shaning uchun faqat fiksatorga shundan ishlataman. Keyingi ishlatadigan narsam bu pudra, Chanel pudrasi. Yuzingdan qaritib olmaydi. Bu esa bronzator, mana men bunga suradiganim. SPF va highlighter. Ketishib ko'ramiz.